Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz migrantlar. Agar siz Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lsangiz, Yekaterinburg shahrida sizni tish og'riqlari bezovta qiladigan bo'lsa, mana shu yerda ko'rsatgan adreslarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu yerda ruschani yaxshi bilmaydigan o'zbek, tojik, qirg'iz birodarlarimizga bizlar qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Tishlarni davolash, udaleniya qilish, tishlarni qo'yish, har xil turdagi tishlarni protezlash ishlar jarayonlari olib boriladi. Adreslarimiz shu yerda yozib qo'yiladi. Yekaterinburg, улица Техническая, остановка Манировная. Ozarbayjanskiy kafening yonida stomatologiический poliklinika. Telefon nomerlari bor, shu yerda yozib qoldiramiz. Telefon nomerlarini mana shu nomerlarga murojaat qilsangiz, sizlarda tish og'riq bo'yicha shikoyat bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelguncha o'zimizni birodarlarimizga yordam beramiz. O'zbek, tojik, qirg'iz hammasiga.